Dastlabda neobichin damascha ko'rsataman sizlarga. Ishlab chiqargan yili 2024. Bosib o'tgan masofa 81 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kraska absolyutno toza. Moshin polni navarot tuning qilingan. Qani ketdik tomosha qilamiz. Cherry oblisovka, cherry parokchalar, yarmital disbalon. Salonchasini bir qator tomosha qilib o'tamiz. Saloncha mana bu mягкий apishkalardan qo'yilgan, hozir yangi chiqqan hitga torpeda apishka, chexol, polikcha bitta baho beringlar. Polik rangchasi ham bundan shu salon rangiga uyg'unlashtirilgan rul chexolchalar, Malibu bar qimmati, zvyozdi neba bar, tipa bar kolonkalar. Orqa tarafni tomosha qilishingiz mumkin. Chexol, polik, patolog, hamma narsasi tayyor. Moshin faqat gazni solib, gazlab minish kerak. Orqa buferlari ham nikel buferchalar, tuningoviy, hattoki glushitni nasatkasigacha eng qimmat zo'ridan originaldan qo'yib qo'yganlar. Kimga ushbu mashinamiz kerak, qiziq bo'lsa, buni tan narxi $6560, $600 boshlang'ich to'lov bilan avtokreditga ham chiqadi. Oylik to'lovi 5 yilga 2,9 million so'm. Pastda raqam qoldiramiz, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat.